Tövəndə dehqanlarga sunulğanım dunyoviy mashhur asar Dövlətlər, yəni millətlər nimişqa halak boludu namlıq kitapdan özlüksüz tərcümə. Beşinci bab. Kelgüsünü gördüm. O yaşaydı. Talan-taraj karakterlik mesele aslındaki iş. Beşinci bab. Birinci paragraf. Kelgüsünü gördüm. Yıllardan beri iqtisatning işini tushuntirishda muasala o'tirisidagi farq hal qilg'uch rol o'ynab keldi. Lekin agar tarixda o'tgan nurg'un jamiyatlar talon-taroj xarakterlik siyosiy va iqtisodiy muasala asosida mavjud bo'lgan bo'lsa, bu iqtisodning ishining hech qachon yuz bermaganligidan derak beramdi. Shaksizki undaq emas. Talon-taroj xarakterlik muasalaning logikasidan ilib aytganda, ular cho'qim o'zlari talon-taroj qila oladigan boylikni yaratish kerak. Siyosiy huquqni monopol qilib olgan bir hukmron va huquq markazlashgan davlatni idora qilg'ichi ma'lum darajada qonun chiqarib tartibni o'rnatalaydi hamda qoida tuzumlarni barpo qilib iqtisodiy faoliyatlarni ilgari suralaydi. Ammo mohiyatidan ilib aytganda talon-taroj xarakterlik muasala ostidagi iqtisodiy eshish hammani o'z ichiga oladigan muasala barliqqa keltirgan iqtisodiy ishdan farq qiladi. Hammadan muhimi u texniklik o'zgarishni talab qiladigan sijil ish emas, balki mavjud texnikalar asosidagi ish bo'ladi. Sovet ittifoqining iqtisodiy trajektoriyasi, ya'ni besib o'tgan yo'li hukumatning nopozi va u bergan rag'batlarning qanday qilib talon-taroj xarakterlik muasala ostida iqtisodning tez suratda ishni qo'lga keltiradiganligini hamda bu xil ishning oxirgi hisobda oyoqlashib gumron bo'ladiganligini ro'shan misol bilan ta'min etadi. Birinchi dunyo oxirlashgandan keyin urushda g'olib chiqquchi va mag'lub bo'lg'uchi kuchlar tinchlikning parametrini belgilash maqsadida Parijning sirtidagi saltanatli Versalles sarayida uchrashdi. Qatnashuvchilarning ichida eng mashhur bo'lgani Amerikaning prezidenti Woodrow Wilson bo'ldi. Diqqatni chekkan yana bir ish Rossiyadan hech qanday vakilning bo'lmasligi edi. 1917 yil oktyabrda bolsheviklar koni char podshoh hokimiyatini ag'dirib tashlagan edi. Qizillar, ya'ni bolsheviklar bilan oqlar o'rtasida ichki urush partilganda inglizlar, fransuzlar va amerikaliklar bolsheviklarga qarshi so'qish qilish uchun Iroq musofirlik harbiy qismi avatdi. William Bullitt ismli yosh diplomat va peshqadam ziyoli ham jurnalist Lincoln Stephenslarning yetakchiligidagi bir o'mak bolsheviklarning niyatini tushunib beqish ham ular bilan qanday kelishish maqsadida Lenin bilan ko'rishish uchun Moskvaga avatildi. Stephens o'zining ananchilarga qarshi tutgan maydoni va Amerika kapitalizmining razilliklarini izchil ayblab kelgan jurnalist bo'lishi bilan nom qozongan kishi edi. İnqilab yuz berganda u Rossiyada edi. Uning o'makning tarkibida bo'lishi bolsheviklarga dushmaniy shaklda emas, balki o'makni ishonchli qilib ko'rsatish uchun edi. O'mak yangidan qurilgan Sovet ittifoqi bilan tinchlik o'rnatish uchun nimalarning ketilganligi haqida Leninning o'tirib qo'ygan talablarini ilib qaytishdi. Stephens Sovet hokimiyatining buyuk potensialini ko'rgandek bo'lib, u haqda bo'lolmay qoldi. U 1931 yili yozgan tarjimalda mundaq aslaydi. Sovet Rossiyasi taraqqiyparvar plani bo'lgan inqilobiy hokimiyatdir. Ularning plani barliq razilliklarni, ya'ni namratlik, hashamxo'rlik, poraxo'rlik, imtiyoz, zolimlik va urushni bevosita harakat orqali oxirlashtirish emas, balki ularning sabablarini izlab tepib chiqib, yiltizdan qo'mirib tashlash.
Ular az sondagi tarbiya ko'rgan kishilarning homiylig'idagi diktatorni barpo qilishibdiki, bu orqali iqtisodiy kuchlarni ilmiy shaklda qaytadan o'rinlashtirib chiqib, ularning izini bostirgan bir necha avlodni yetishtirish orqali avval iqtisodiy demokratiyani, eng oxirida siyosiy demokratiyani barliq keltirmoqchi ekan. Stefens diplomatik vazifasini tamomlab qaytib kelganida Qadinas do'sti haykaltarosh Jo Davidsonni yo'qlab borganida uning boy mablag'chi Bernard Baroshning haykali ustida ishlayotganini ko'rdi. Shunda qilib Rossiyaga berib keldim degan deydi Baroch. Stefens javob berib, "Men kelgusiga berib keldim. U yashaydi" deydi. Keyin u bu iborani tarixda unutilmaydigan bunu shaklga takomillashtirdi. "Men kelgusini ko'rdim, u yashaydi." Taki 1980-yillarning boshlarigacha bo'lgan araliqda nurg'un g'arbliklar Sovet ittifoqining kelgusi bo'ladiganligiga hamda uning reallik ekanligiga ishonib kelishgan edi. Ma'lum ma'noda aytganda ishlar shundoq bo'ldi, ya'ni kam deganda ma'lum mazgil u kerak kelgandek bo'ldi. Lenin 1924-yili o'ldi. 1927-yilga kelganda Josef Stalin bu davlatni butunlay o'zining changaliga kirgizib oldi. U o'qituvchilarni tamoman tozalab bo'ldi va davlatni tezlik bilan sanoatlantirish harakatini boshladi. U 1921-yilda qurilgan Gosplan, ya'ni davlat planini kuchlantirish orqali maqsadiga yetdi. Gosplan 1928-yildan 1933-yilgacha ijro qilinadigan tunji 5 yillik planni yozib chiqdi. Stalin iqtisodiy ishish oddiy bo'lib, davlatning buyrug'i bilan sanoatni taraqqiy qildirish, bunga ketadigan ham ashyolarni yezigiga yuqori boj qo'yish orqali egallash edi. Kommunist hokimiyatining unumli boj tuzumi bo'lmagani uchun Stalin yezigiligini kollektivlashtirdi. Bu jarayon xususlarning yerlarga bo'lgan mulk huquqini amaldan qoldirib, yezlardagi barliq xalqni kompartiya boshqaradigan kollektiv dehqonchilik maydonlariga yig'ish bilan ifodalandi. Bu Stalinning yezigilik mahsulotlarini egallab olib, bino selayotgan, yangi zavodlarga ishga tushgan kishilarni o'z ichiga olgan barliq kishilarni beqishiga imkon berdi. Buning oqibati yezlardagi aholiga balog'a zaylib keldi. Kollektiv dehqonchilik maydonlarida kishilarning tirishib ishlashiga foydali omil, ya'ni ishlaydigan mexanizm bo'lmaganlikdan mahsulot miqdori shiddatli holda tuvallab ketdi. Ishlab chiqarilgan mahsulotning ko'p qismi talon-taroj qilinganlikdan aholining qo'shqini to'yg'izgudek narsa qolmadi-da, kishilar ochlikdan o'lishga boshladi. Bu majburiy kollektivlashtirish harakati jarayonida taxminan 6 million kishi ocharchilikdan o'lib, necha 100 mingdan kishi o'ldirildi yoki Iroq, Sibiriyaga surgun qilindi. Gerçi Sovet ittifoqi egallab turgan eng yaxshi boyliqlarni ishlatishgan bo'lsa-mu, yoki yangidan ta'sis qilingan sanoat yoki kollektivlashtirilgan yezigilik maydonlarining hech qaysisi iqtisodiy jihatdan unumli bo'lmadi. Aksicha darhol gumron bo'lmagan bo'lsa, ammo iqtisodiy ofat va turg'unlikning retseptini hozirladi. Lekin Sovet ittifoqi tez ilgariladi. Buning sababini tushunish uncha tez emas. Bir jamiyat uchun aytganda boyliqlarni eng unumli ishlatishning usuli kishilarning bozor orqali tanlash elib berishi va qaror chiqarishga yo'l qo'yishdir. Aksicha hukumat yoki osonlik yuqori qatlam kishilari barliq boyliqlarni kontrol qilib oladi ekan, to'g'ri bo'lgan ilhomlantirish mexanizmidan va yoki kishilarning mahorati va talantidan unumli foydalanish mumkin bo'lmaydi. Shundaqdimi ba'zi ahvollarda emgak va kapitalning ishlab chiqarish unumdorligi bir sohada yoki faoliyatda favqulodda yuqori bo'lishi mumkin. Alayli Sovet ittifoqining ig'ir sanoat sohasidagi talon-taroj xarakterli muassasalar ostida buyruq orqali boyliqlarni bu sohaga bo'lib berish natijasida iqtisodning eshishini qo'lga keltirgili bo'ladi. Xuddi biz bu kitobning 3-bobida ko'rganimizdek, Barbados, Kuba, Haiti va Jamayka Plainga o'xshash Karibiyan orollaridagi talon-taroj xarakterli muassasalarmi yuqori kirim yarata olgan. Chunki ular shu chaqda butun boyliqlarni butun dunyoda bozorga chiqqan shakar ishlab chiqarishga ajratgan. Qul amgigi bilan shakar ishlab chiqarish unumli bo'lmasmi? Hamda o jamiyatlarda texniklik o'zgarish yoki ijodiy vayronchilik yuz bermasmi? Ammo bu ularning talon-taroj xarakterli muassasalar ostida yanala ma'lum ishni qo'lga keltirishini to'sib qila olmagan. Bu jihatda Sovet ittifoqining sanoati ayni chog'dagi Karibiyaning shikarchilik sohasiga o'xshab ketadi. Ayni vaqtda Sovet ittifoqining texnikasini Yevropa va Amerikaning texnikasiga solishtirganda nisbatan qaloq bo'lgan bo'lsa-mu,
Hökumətning baylıqlarını sanaat sahəsiga buyurub berishi bilan, gerçi bularning hammasi zorluq kuch bilan unumsiz shaklda elib berilgan bolsa-mu, ammo yanala sanoatga ishni qo'lga keltiradi. 1928-yildan burun Ruslarning ko'p qismi yezlarda yashaydi. Dehqonlar ishlatilgan texnikalar ibtidoiy bo'lib, ishlab chiqarish unumini oshirishga qarata kishini qiziqtiradigan narsa yo'q edi. Albatta, Rossiya feodalizmining oxirgi uvisi Birinchi Dunyo urushidan sallamaza burun butunlay pachaqlab tashlangan edi. Shundaq bo'lganlikdan, yezi iligida bo'sh qolgan bu emgakchilarni yezi iligidan sanoatga taqsimlashdan keltiradigan iqtisodiy potensiali mana deb turadi. Stalin sanoatlashtirish bu xil potensialni qazadigan bir shafqatsiz usul bo'ldi. Stalin bu unumsiz ishlatilgan boylikni buyruq bilanla ular unumliroq xizmat qiladigan sanoatga o'tkazdi. Shu chog'dagi Sovetning sanoati unumsiz shaklda tashkillangan bo'lib, agar bu boyliklar unumli foydalanilgan bo'lsa, Sovet ittifoqining sanoatiga taraqqiyot ajoyib bir taraqqiyot bo'lgan bo'ladi. Amaliyotda 1928-yildan 1960-yilgacha bo'lgan mazgilda Sovet ittifoqining milliy daromadi yiliga 6% dan oshgan bo'lib, u eshish shu vaqtgacha insoniyat tarixidagi iqtisodiy eshishning tuyuqsiz ko'tarilishining rekordini yaratgan bo'lishi mumkin. Bu tiz ko'tarilish texniklik o'zgarish tufayli emas, balki yangi sayman va zavodlarning qurilishi bilan jug'langan emgak va kapitalni qayta taqsimlash orqali barliq kelgan. Sovet ittifoqining iqtisodining bu xil tezroq eshishi Lincoln Stephenson emas, necha avlod g'arbliklarni hayron qoldirdi. Amerikaning Markaziy axborot idorasi ma'lum qildi. U hatto 1956-yilda g'arbning diplomatlariga qilgan so'zida po'yitib, biz sizlar g'arbliklarni yerga ko'mib o'tamiz degan Nikita Xrushchevga o'xshash Sovet ittifoqining rahbarlarini ma'ndatib qo'ydi. Texi 1977-yilda bir ingliz iqtisodshunosi yozgan mashhur iqtisodiy ilmiy darsigida iqtisodiy ishga kelganda Sovetcha iqtisodning to'liq ishga o'rlashtirishni amalga oshirish bahodiga turaqliq va hatto shaxsiyatsiz niyatdagi kishilarni yetishtirib chiqish bilan kapitalizm tuzumga qarata ilg'orligi bichara yashangan g'arb kapitalizmining faqatla siyosiy erkinlik jihatida afzal ekanligi so'zlandi. Darvaqa universitetlarning iqtisod kasbida keng doirada qo'llanilgan Nobel iqtisod mukofoti sohibi iqtisodshunos Paul Samuelson tomonidan yozilgan dars kitobida Sovet ittifoqining kelgusida dunyo iqtisodiy jihatdagi ustunlikni oldiganligi takror holda faraz qilindi. Shu kitobning 1961-yildagi nusxasida Samuelson Sovetning milliy daromadining 1984-yilga borganda Amerikanikidan oshirganligini, lekin buning 1997-yil mumkin bo'lganligini oldin faraz qildi. 1980-yildagi nashr nusxasida uning bu masaladagi analizi asosan o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ammo yuqoridagi ikki vaqt 2002-yili va 2012-yilga kechiktirildi. Gerçi Stalin va uning Sovet rahbarlari tez suratdagi iqtisodiy ishni barliq keltirganligini bilan, ammo ular uni sijil holda davomlashtira olmadi. 1970-yillarga kelganda Sovet ittifoqining iqtisodining ishi asosan to'xtab qoldi. Buningdan erishgan eng muhim saboq shu bo'ldiki, talon-taroj xarakterlik muassasalar bundaq ikki sabab tufaylidan texniklik o'zgarish paydo qila olmaydi. Birinchisi, iqtisodiy rag'bat mexanizmining yo'qligi, ikkinchisi, yuqori qatlamdagilarning qarshiligi. Uning ustiga unumsiz shaklda ishlatilayotgan barliq boylik sanoatga qayta taqsim qilingandan keyin buyruq orqali qo'lga keltirgili bo'lgan iqtisodiy utuq oz bo'ldi. Shuni bilan Sovet tuzumi to'saqqa uchradi. Yangilik yaratishning kam bo'lishi va nachar iqtisodiy rag'bat mexanizmi ichkirilab ilgarilashni, ya'ni bir qadam ilgarilashni to'sib qo'ydi. Sovetliklar ba'zi yangiliklarni sijil turida qo'lga keltirgan sahat faqatla armiya va olam boshliq texnikasi jihati bo'ldi. Natijada ular tunji Absharka Leyka bilan tunji odam Yuriy Gagarinni boshliq chiqardi. Ular yana dunyoga o'zlarining AK-47 tip avtomatini miras qoldirdi. Gosplan, ya'ni Sovet plan komiteti Sovet iqtisodini markazlik holda planlashga mas'ul kuchlik planlash apparati bo'lishi kerak edi. Gosplan tarafidan yozilgan va boshqarilgan keyni-keyin tizilib keladigan 5 yillik planning ilib kelgan foydalaridan biri davlatning manfaati uchun zarur bo'lgan mablag' silish va yangilik yaratish jihatda uzun muddatni ko'zlash kerak edi. Amaliyotda Sovet sanoatida ijro qilingan narsalarning har doim to'xtamay o'zgartirilib, qayta yozilib va hatto sal qaralgan 5 yillik plan bilan cho'ng munosabat yo'q edi.
sanoatdagi taraqqiyot qarorlarini to'xtamay o'zgartib turadigan hamda ilgari chiqargan qarorlarini butunlay o'zgartib turadigan Stalin va siyosiy byurodagilarning buyrug'i bo'yicha bo'lgan. Barliq planlar loyiha yoki dastlabki nusxa deb atalgan. 1939 yılı yenik sanat üçün tüzülgen planның bir nüsxasının köçürmesiyle ahırkı nüsxa deb atılıp yorulğu çıqqan. Stalinning özü 1937 yılı bürokratlar yani əməldarlarning özüdürlər planlash xizmetini plan tüzüş deb o'ylaydi. Planning tüzülüşü işning başlanışıdır. Planning haqiqiy yo'linishi planni tüzüp bo'lgandan keyin belgilandi degan. Stalin siyosiy jihatda o'ziga sodiq bo'lganlarni mukofotlash, sodiq bo'lmaganlarni jazolashni yuqori darajada elib berishni o'ylagan. Gosplan uchun aytganda, ularning muhim roli Stalinni uchur bilan ta'minlash bo'lib, bu orqali Stalin do'stlari va raqiblarini aniqroq ko'zlagan. Amaliyotda Gosplan qaror chiqarishdan xoli bo'lishga tirishgan. Agar sen oqibati yaxshi bo'lmaydigan qarorni chiqarib qolsang, mingangdan mushakning tutunning chiqish ehtimolligi bo'lgan. Bu xil ahvolda eng yaxshisi barliq mas'uliyatlardan o'zini tortishdir. 1937 yildagi Sovetning Nopos tekshirishi agar birovning Kompartiyaning o'ylig'ini muvaffaqiyatli holda faraz qilishga qaraganda o'zining xizmatiga bak astoydil berilsa, uninga nima bo'lganligiga doir jonliq misol bilan ta'minlaydi. Nopos tekshirishining natijasi chiqqanda, u Sovet ittifoqining Noposining 162 million ekanligini ko'rsatgan bo'lib, Stalin arzu qilgan 180 million degan sondan tuvan chiqqan. Va hatto Stalin o'zi 1934 yil e'lon qilgan 168 million degan sondan tuvan bo'lgan. 1937 yildagi Nopos tekshirish 1926 yildan buyangi tunji qitim elib berilgan Nopos tekshirish bo'lib, u keng ko'lamli ocharchilik va 1930 yillarning boshlaridagi tozalash harakatlaridan keyin elib berilgan. To'g'ri bo'lgan Nopos statistikasi yuqoridagi reallikni aks ettirgan. Ammo Stalinning buni qaytargan inkosi bu qitimliq Nopos tekshirish faoliyatini tashkillaganlarni qo'lga olib yoki Sibiriyaga surgun qilish, hatto itib tashlash bo'lgan. Shuning bilan u yana bir qitim Nopos tekshirish elib berish buyrug'ini bergan. Bu qitimki faoliyatni tashkillovchilar Stalinning niyatini tushungan va Sovet Noposining amaliyotda 171 million ekanligini e'lon qilishgan. Stalin Sovet iqtisodida kishilarning bak tirishib ishlab ketishiga rag'bat beradigan omillarning yo'qligini tushungan. Shunga uning bu xil ahvol qaytargan inkosi kishilarning qiziqligini qo'zg'aydigan omillarni paydo qilish bo'lgan. Ba'zida u shunday qilgan, ya'ni ishlab chiqarish unumdorligi tuvalab ketgan yerlarni o'zog'liq bilan ta'minlash orqali ularning xizmat ömrini o'stirishga rag'bat bermoqchi bo'lgan. Bundan sirt 1931 yilga kelganda pul bo'lmasimi ishlayveradigan sotsialistik ayollarni paydo qilish iddiasidan voz kechgan va bir qitimliq nutqida barobarlik tashviqotini qattiq tanqid qilgan. Shundan keyin o'xshamagan kasbliklar o'xshamagan maosh olib qolmasdan yana mukofotlash tuzumi yo'l qo'yilgan. Bu tuzumning qanday ishlaganligini tushunishning tarbiyaviy qimmati bor. Markaz plan komitetiga tava bir shirkat planda tuzilgan mahsulot miqdori nishoniga yetish kerak. Garchi bu plan doim talash tortish qilinib tuzitib o'zgartirilsin. 1930 yillardan keyin mahsulot miqdori planga yasala ishchilarning hammasiga mukofot berilgan. Mukofot summasi xilli yuqori bo'lib, eng ko'p bo'lganda boshqaruvchilarning yoki oliy darajali injenerlarning maoshining 37% ga to'g'ri kelgan. Lekin bu xil mukofot tuzumini yo'l qo'yish texnikalik o'zgarishga qarata turli cheklash rolini o'ynagan. Bir tarafdan yangilik yaratish navbatdagi ishlab chiqarishdan boyliqlarni ayirib ketadigan uchun mahsulot miqdori nishonga yetolmaydigan va shu sabab mukofot tarqatilmaydigan ish yuz bergan. Ya'ni bir tarafdan mahsulot nishoni oldingi qitimliq ishlab chiqarish saviyasi asosida belgilanganligi uchun bu mahsulot miqdorini oshirmaslikka ilhom bergan. Chunki bunda qilmaganda ishchilar kelar qitim texnik ko'p mahsulot ishlab chiqarish majbur bo'ladi. Mahsulotlarni aplab-saplab ishlab chiqarish nishonga yetishning va mukofotga erishishning eng yaxshi usulidir. Mukofot sommasining har oyda tarqatilishi hammalarni ko'z oldidagi ishga diqqat berishga undasa, yangilik yaratish, ya'ni atigi ko'p miqdordagi ishlab chiqarish uchun bugun ko'p badal to'lashdan derak beradi. Mukofot va rag'batlar kishilarning qilmishlarini o'zgartirishda unumli bo'lishgani bilan har doim boshqa masalalarni keltirib chiqardi. Nimali degan bilan markazlik planlash 18-asrda o'tgan buyuk iqtisodshunos Adam Smith o'tirib qo'ygan bozorning ko'rinmas qo'lining o'rnini bosa olmadi. Necha minglagan po'lat simning plani tuzilganda ishlab chiqarilgan po'lat simlar egri yasilib qoldi. Po'lat simning ko'lamini asos qilib plan tuzilganda po'lat simlar nepiz ishlanib qoldi.
To'linlab to'risqa asilgan qandillar, ya'ni zib-zinnatli chiroqlarga plan tuzilganda ishlab chiqarilgan qandillar shu qadar eg'ir bo'lib ketganki, ularni to'risqa asqilib bo'lmadi. 1940-yillarga kelganda bu xil g'alati rag'bat tuzumining nuqsonlarini Sovet ittifoqining g'arbdagi cho'qinuvchilari bilmagan taqdirdami, uning rahbarlari bilib yetishdi. Lekin Sovet rahbarlari go'yo bu masalalarni o'ngishg'ili bo'ladigan texnikalik masalalarga harakat qilishdi. Masalan, ular mahsulot miqdoriga asosan mukofot tarqatishdan shirkatlarning foydasining bir qismini mukofot uchun ayirishga yo'l qo'yishdi. Lekin foyda ko'zlab ish elib berish, mahsulot miqdoriga asosan mukofot tarqatishlar yengillik yaratish uchun keraksiz bo'lib chiqdi. Foydani hisoblashda ishlatiladigan baho tuzumining yangi kashfiyotlarning yoki texnikalarning qimmati bilan hech bog'lanish bo'lmadi. Bozor egilige o'xshamaydigani, Sovet ittifoqida hukumat bahoni bekitilgan bo'lib, qimmat bilan hech munosabati yo'q edi. Yengillik yaratishga rag'bat berish uchun 1946-yili Sovet ittifoqi yengillik yaratish mukofotini oshkor yo'l qo'ydi. Yengillik yaratishning kashfiyoti uchun moddiy mukofotga erishish lozimligidek prinsip eng dastlabda 1918-yilda to'lib yetilgan bo'lsa-mu, mukofot so'masi shu qadar kichik bo'lib, yangi texnikaning qimmati bilan hech bir bog'lanish bo'lmadi. Bu ahvol 1956-yilga kelganda burilish hosil qilib, mukofot so'masi kashfiyotning unumdorligiga o'ng taroz bo'lishi kerak deb belgilandi. Vaholanki ishlab chiqarish unumdorligi mavjud baho sistemasini ishlatib hisoblab chiqarilgan iqtisodiy foyda bilan o'lchangachga, yangi narsalarni yoritish, ya'ni kashf qilishga nisbatan rag'bat unchalik yetarli bo'lmadi. Biroq bu urinishlar paydo qilgan salbiy ta'sirlarni yozib chiqsa, necha kitobning batlari to'ldi ehtimol. Masalan, yengillik yaratish mukofot fondining so'masi shirkatning maosh tuzumi tarafidan cheklanmaga uchraydiganligi uchun bu emgakni tejaydigan texnikani yaratish yoki qo'llanishga bo'lgan qizg'inlikni ustlashtirib o'tadi. O'xshamagan qoidalarga va mukofot tuzumlariga diqqatni berish tuzumdagi mohiyatlik masalalarni yoshirdi. Siyosiy nopoz va huquq kompartiyaning qo'lida bo'ladi ekan, kishilar duch kelgan rag'bat mexanizmini mukofot berish yoki bermaslik ahvolini tub negizdan o'zgartirib bo'lmaydi. Kompartiya to'ralma bo'lgandan boshlabla yumshoq vositalarga emas, qattiq vositalarga bo'libmi zo'ravon usullarga tayinib zo'rayibman deb mavjud bo'lib turdi. Iqtisoddagi ishlab chiqarish unumdorligi buningdan mustasno emas. Xizmatda mas'uliyatsizlik qilgan ishchilarni jazolash uchun bir yil qonunlar chiqarildi. 1940-yil iyunda masalan, ishga kechikib kelish haqida bir qonun tuzilgan bo'lib, ruxsatsiz ishga 20 minut kechikish yoki xizmat vaqtida lag'aylab yurish jinoiy qilmish deb qaralib, 6 oy egri emgak qilish ham maoshning 45%ni kesish bilan jazolantirilgan. Mushunga o'xshash nurg'un jazolar yo'lga qo'yildi hamda kishini hayron qoldirgan darajada ijro qilindi. 1940-yil bilan 1945-yilning oralig'ida yosh quramga yetgan kishilarning 3dan biri, ya'ni 36 million odam mushunda har xil jinoyatlar bilan ayblandi. Bularning ichida 15 million kishi turmaga tashlandi. 250 ming it tashlandi. Har yili cho'nglardan 1 million kishi emgak shartlariga xiloflik qilish bilan ayblab turmaga tashlandi. Texi Stalin Sibiriyadagi gulagi, ya'ni jazo lageriga surgun qilingan 2,5 million kishining fojiasini so'zlamayla qo'yayli. Shundaqmi bu tuzumda kerak kelmadi. Garchi sen birovni zavodga yo'tkazsangmi, ammo uningga o'lim tahdid silibmi, uni tafakkur qilib, yaxshi va ijodiy usullarni tepib chiqishga majburlayolmaysan. Bu shakldagi majburlash Barbadosda yoki Jamaykada shekarni yuqori mahsulot elish mumkinchiligini tug'dirgan bo'lsa-mu, lekin o zamonaviy sanoat iqtisodida rag'bat mexanizmining kamchil bo'lishining o'rnini to'liqlay olmadi. Unumli rag'bat mexanizmining markazlashtirilgan planliq iyilikda kerak kelmaydiganligidagi paket mukofotlash tuzumining loyihalashiga texnikalik xatolikdan emas. U talon-taroj xarakterli iqtisodiy ishni barliqqa keltirishdagi usulga xosdir. U hukumatning buyrug'i bilan tamomlangan bo'lib, ba'zi asosli iqtisodiy masalalarni hal qila olgan. Biroq sijil bo'lgan iqtisodiy ishni jonlantirish shaxslarning talantini va ideyasini ishlatishni talab qilgan bo'lib, Sovetcha iqtisodiy tuzumda bularni bajargil bo'lmadi. Buni bajarish uchun Sovet ittifoqining rahbarlari talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalardan voz kechishga to'g'ri kelgan bo'lib, unda qilishganda ularning siyosiy huquqi qadar etdi. Darhaqiqat, Mikhail Gorbachev 1987-yildan keyin talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalardan voz kechishga boshlig'ida Kompartiyaning hokimiyati g'ulab tushdi va shunga ergashib Sovet ittifoqi halok bo'ldi. Bolsheviklar huquq markazlashgan kuchli hokimiyat qurolgani uchun
hamda ular uni boyliqlarni sanoatga taqsimlashga ishlatgani uchun Sovet ittifoqi talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalar ostidami tez suratga iqtisodiy ishni qo'lga keltiradi. Biroq talon-taroj xarakterli muassasalar ostidagi har qanday ishga o'xshash Sovetning bu muvaffaqiyatlari texnik o'zgarishni gavdalantirolmadi va shu sabab sijil bo'la olmadi. Iqtisodning ishi dastlab ostildi, ondan butunlay qardan chiqdi. Garchi qisqa bo'lsa-mu, bu tipdagi eshish yana talon-taroj xarakterli muassasalarning qanday qilib iqtisodiy faoliyatlarni qo'zg'aydiganligini tushuntirdi. İnsaniyat tarixinin ko'p qismida nurg'un jamiyatlar talon-taroj xarakterli muassasalar tarafidan idora qilingan bo'lib, o'zlarining davlatlarida ma'lum darajada tartibni tiklaydigan hokimiyatlar cheklik bo'lsin, ma'lum iqtisodiy ishlarni qo'lga keltira olgan. Ammo talon-taroj xarakterli jamiyatlarning hech qaysisi sijil bo'lgan ishga erishaolmagan. Amaliyotda tarixning ba'zi muhim burilish nuqtalari talon-taroj xarakterli muassasalarni mustahkamlagan va qonun ham tartib o'rnatadigan bir guruhning nopozini kuchaytirib, talon-taroj qilishdan naf oladigan muassasalardagi yengillik yaratishlar bilan xarakterlanadi. Bu bobning qolgan qismida biz muayyan darajada hokimiyatni markazlashtiradigan va talon-taroj xarakterli muassasalar ostida iqtisodiy ishni qo'lga keltiradigan muassasalardagi yengillik yaratishning xarakterini muhokama qilamiz. Undan keyin biz bu ideyalarning qanday qilib bizning yangi tashqurollar inqilobi va bizning navbatdagi madaniyatimizning nurg'un jihatlarga ta'sir ko'rsatgan yeziglik davriga ko'chishimizni tushunishimizga yordam qildiganligini ko'rsatamiz. Oxirida biz Maya shahar davlatini misol qilib turib, talon-taroj xarakterli muassasalar sharoitida texniklik ilgirlashlar kamchilik bo'lganligi sababidan emas, balki yana hokimiyatni qo'lga kiritish orqali uningdan kelgan boyliqlarni talashib ichki urush qiladigan guruhlarni jazolatlantirish tufaylidan qanday qilib iqtisodiy ishning cheklik bo'lganligini tushuntirish bilan xulosamizni chiqaramiz.